Assalomu alaykum. Agar Bog'vodiy kanalini kuzatib boruvchi obunachilar 2025-yil 16-may juma ayyomlari bilan hammalarni tabriklayman. Andijon sho'xbola shoftolimiz eng ertak shoftollardan biri bo'lib, Patagoniyadan ham oldin pishadi. Chipchi gibridlari bor. Hosildorligiga gap yo'q, juda ham zo'r shaklda olgan, 4-3 sxemada ekilgan. Shoftolni olganiga bitta e'tibor berib, like bosib qo'yishlarini so'rab qolardim. Andijon sho'xbola holati juda ham zo'r. Meva qaranglar, hammasini yetkazib beradi-da bu ham. Juda ham chiroyli shaklda olgan. Uzilyapti. Mevani pastgacha so'ygan qarang. Shoftoliga eng birinchi pishadigan shoftollarimizdan biri. Andijon sho'xbola sorti, tagidagi oddiy shoftoli. Mevaga bittadan baho berib qo'yinglar. Juda chiroyli. Juda chiroyli. Mana mevalar shoftoli. Hammasi pashti bir xilda shoftol. Shoftolda mayda gibrid bo'ladi, endi iloji yo'q. Shoftol boragala buni 100% tushunadi. Bizda ekkan Patagonia Floriba sortlarimiz hali pishishigacha bor. Chunki bu undan ham oldinroq pishadigan sorti. Mana olgan mevalari juda ham chiroyli. Sene deb bo'lyapti. Mana shoftoli ham hozirgi kunda 60 ming, 70 ming so'm narxlarini chiqaryapti. Tam unaqa sharanmas, lekin eng erta pishar shoftoli bo'lgani uchun bozorda reytingi baland. Qimmat yuraman. Misol uchun mana shoftoli olib pishganga kiradi ichki bozor uchun. Keyin eksport uchun ham. Buni uzib chiqarsa bo'laveradi endi buni. Mazasi unaqa kuchli emas. Lekin so'ygan mevalarni bitta qaranglar. Juda ham chiroyli. Bilasi ham zo'r. Shu shoftol turishini qarang. Qattoligi hali qattiq ancha. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yishlaringizni so'rab qolardim. Agar Bog'vodiy uchun maxsus buni yana ham bundan keyin pishadigan shoftollar qo'yib boramiz. Yangilik sortlar boshqa
qiziqtirish uchun. Misol uchun siz qanaqa shaftoli boqmoqchisiz? Qanaqasiga qiziqyapsiz? Qaysi biridan qilmoqchisiz? Qaysi biri ertak, qaysi biri kechki? Shular bo'yicha ma'lumotlar berib boramiz. Shaftolilar bo'yicha maslahatlar, boshqalar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimiz 346 46 99 raqamiga bog'lana olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agrobog' vodiy uchun maxsus